Ko'chani oxiriga keldim. Diditdenchi? Didit. Uyga bo'lmasa. Bilmayman, ajrashaman, jonim. Hey! Nima ajrashaman deyapsanlar? Nima meni gapini eshiting, rais buva? Rais buva, mani dugonalarim, erlar, xotinlariga yelik sovg'a qilyapti. Mani nimam kam? Siz dadangiz velimiymaga gelimiymoqchimisiz? Aliyoxon xotin. Ovqat chuchvara qil. Chuchvara. Bo'pti. Va Jennifer Lopez, sizga bitta savolda, mo eringiz ust-boshlarini qachon dazmol qilgansiz? O yuzi bilan patsvet bo'lib qopti. Davay uyga kiramiz hozir, bolalarga yaxshi qarab, yerda duo qilib o'tiramiz. Tushundingizmi? Davay, bigon bilan zangilib bo'ling. Kimsiz o'zi siz? Bizga aql o'rgatasiz, chol. Yop yozing, oldimga tasha, tez. Qo'yvaring siz ham, jonimga tegib ketdingiz. So'zlarim yetib bormagan qalblarga achinmadim. So'zlarimga achindim. Reazor, Barsa zo'r Reazor deb tortishasanlar. Bir-biring bilan itmishib bo'lasanlar, o'ldirib qo'ygudek istoriyalar qo'yasanlar. Hozir Mbappe kelyapti-da, Samandarjon meni deb tortishyapti deb Ispaniyadan kelyapti-da. Mana keladi. Sen Barsa zo'r deyapsanmi? Ha, bo'pti, Barsa zo'r. Sen Reazor deyapsanmi? Reazor. Bekallarni 5 tasini aytishdi. Tur yo'qol nariyoqqa. Ana Reshford kelayotgani ham yaxshilikka bo'lyapti. Zo'r bo'l. Yozda issig'ida Flavis ketadi-da, ko'z tegmasin. O'zbekistonda Luboy hududida bor. Mana shu Flavisning nokligicha o'ta mo'tadil chiqqan. Subtropik mamlakatlardan ham top bo'lmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Otasiga rahmat ixtiro qilgan odamdi. Bekarga yil brendini olmaganda bu Flavis. Va mahalla obodonchiligiga qarab somsog'oniga sous qilamanmi? Jonginam yuraverdi. Beparosat. Seni itarar ekan. Kim? Dang.